Bola miyasi haqida har bir ota-ona bilishi kerak bo'lgan qiziqarli ilmiy faktlar. 3 tasini aytaman, qolganini Telegram kanalimdan bilib olasiz. Demak, boshladik. Birinchi fakt: bolalar miyasi kattalarnikiga qaraganda tezroq ishlaydi. Ya'ni bola tug'ilgandan so'ng uning miya hujayralari 1 daqiqa ichida o'zaro 1 milliondan ortiq bog'lamlar, ya'ni sinapslar hosil qiladi. Bu kattalarnikidan 2 barobar tezroq degani. Ya'ni ovozlar, yuz ifodalari, harakatlar, hidlar, his-tuyg'ular barchasi bolaning miyasida muhim deya qayd etiladi. Ikkinchi fakt: bola miyasi plastilin kabi moslashuvchan. Ya'ni bola miyasining neyroplastiklik xususiyati yuqori bo'lgani uchun u o'zini o'zi qayta tiklash xususiyatiga ega. Bu moslashuvchanlik xususiyati bola 12-14 yoshga yetguniga qadar davom etadi. Demak, bu vaqt davomida bola miyasi nimani ko'rsa, uni normal qabul qiladi. Uchinchi fakt: bola miyasi tabiiy til o'rganish tizimiga ega. Masalan, biz kattalar biror yangi tilni o'rganish uchun grammatikaga, qonun-qoidalarga murojaat qilamiz. Bola miyasida esa tabiiy til o'rganish tizimi mavjud. Ya'ni ritm, ohang va takrorlash orqali bola yangi tilni osongina o'zlashtira oladi. Bola miyasi haqidagi boshqa ilmiy faktlarni ham bilishni istasangiz, Telegram kanalimga ulanib oling. Buning uchun izohlarda plus belgisini yozsangiz bo'ldi. Direktingizga havola yuboriladi.